Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 3-dekabr, soat ertalab 5. Oregon shtatidaman, Portland shahrida. Yuk olishga kelgandim. Hozir pochtadan yukimni oldim. Yukimiz Nyu-Yorkka ketadi. 2900 mayl atrofida, bu kilometrda 4600 kilometr bo'ladi. Yo'limiz maksimal qiziq, chunki 11 ta shtatdan o'tamiz. Yo'lma yo'l ko'rsatib borishga harakat qilaman. Qiziq joylarda, chunki vaqtimiz bemalolroq. Bugun chorshanba bo'lsa, yukimizni shanba kunga topshirsak bo'lar ekan. Yana yo'lni vaziyatiga qaraymiz, chunki bu shtatlarda hozir storm, qor bo'lib yotibdi. Shunga maksimal harakat qilamiz barvaqtroq topshirishga. Unda yo'lga tushamiz do'stlar. Yana yo'lma yo'l ko'rsatib boraman. Hozir barvaqtroq chiqib ketishimiz kerak. Chunki hozir bu yerda probka ham boshlanadi. G'arbiy shtatlarda shunaqa yo'lda bo'yida to'xtash uchun joy qilib qo'yilgan, mayda mashinalar, katta mashinalar uchun. Shunaqa chiroyli joylarda ularda to'xtab, tabiatdan bahramand bo'lib, energiyaga to'lib, yana yo'lingizga davom etasiz. Juda zo'r. Bu tog'lar menga hozir Islandiyani eslatyapti. Bormaganman, lekin videolarda ko'rganman. Tog'lari shunga o'xshash. Bu yer ham sariq bo'lib, sariq emas, yashil bo'lib, yashil emas. Ayniqsa tuman bilan juda hozir Islandiyani vibe'ini berib turibdi. Bu yerda bitta sharshara yetishmayapti. Sharshara ham bo'ladi. Islandiyadan farqi yo'q edi. Bu yerda daryo bor. Nima deb o'ylaysizlar? O'xshatdilar ham yo'q. Stopga to'xtadim. Hozir oyna tozalaydigan suv bilan ikkita dvorni olaylik. Chunki yaxshi tozalamayapti. Oldinda yomg'irli, qorli havo. Shunga ehtiyotini qilib olaylik, yo'lda qiynalib yuramiz. Bu ham tez-tez qurib qoladi. Kompaniyaga 2 oy oldin chiqqan bo'lsam, alishtirib chiqqandim, o'zi ancha qurib qolibdi, yaxshi tozalanmayapti. Ayniqsa sal havo minus havo bo'lib qor yog'sa, umuman tozalanmayapti. Muzlab qolgandan keyin. Bizga 21 to'g'ri kelsa kerak. 19.99 ekan, ikkita olsak. Hozir bittasi ikkinchisiga 50% skidka beryapti ekan.
Customer 29. Hozir bitta zo'r restoraga to'xtadim. Hali ham Oregon shtatidaman. Lekin dahshat go'zal ekan. Qaranglar. Shahar polni tumanni tagida qolgan bulutlarda. Odamzod ko'zi bilan ko'rganga yetmaydi.
Xayrli tong do'stlar. Soat ertalab 7 da. Wyoming shtatidaman. Havo -9 daraja Selsiyada. Yo'limiz 1950 mayl yo'l qolgan. Yo'lga chiqamiz. Yo'l toza. Muz, qor yo'q hozircha. Lekin yo'ldagi sayanlarga Black Ice yozganini kechqurun. Endi keladimi bilmadim. Wyomingga kirganimga bir 120 maylmi, 150 mayl bo'lgan. Hali yo'l uzoq. Ketdik, yo'lni boshlaymiz. Do'stlar, Wyoming shtatida ketyapman. Interstate 80 yo'li. Hozir shamol juda qattiq bo'yapti. Soatiga 50 plus yozib qo'ygan, 50 mayldan tepadigan. Kilometr taxminan 75-80 km/soatiga bo'ladi. Juda qattiq. Yukim meni 17,000 pound bo'lgani uchun ostroq haydayapman, chunki traktorlarni chapaqib hechgan emas. Ba'zi joylarda kutilmaganda shamol yana ham qattiqroq bo'lib ketadi. O'shaning uchun bunaqa yo'lda cruise controldan haydamaslik kerak. Juda xavfli. O'zi yomg'irda, muzda, qorlik, shunaqa havolarda cruise control kerak emas, shamolda ham. Chunki kontrolni yo'qotish hech gap emas. Yo'lda znakka qaraganda 143 mayl shunaqa shamolli yo'l degan. Shu tezlikda 50 haydab borsak, 2 soatlarda xudo xolasa chiqib ketamiz. O'zi Amerika bo'yicha eng qattiq shamol shu Wyoming shtatida bo'ladi. 80 yo'lida eminman. Cho'llik hudud bo'lgani uchunmi, bilmadim. Shamol juda qattiq esadi. Nebraska shtatidaman. Hozir Walmartga to'xtadim. Bitta bozorlik qilib olib, endi yo'lda davom etamiz. Chunki ishtimay ham qolibdi yeyishga hozir. Ozgina meva va mayda juda qilib olsak, yo'lda erma qilib ketishga. Ovqatda endi o'sha Pensilvaniyadan biron joydan topamiz. Ovqat ham tugagan. Faqat tushonka qolgan. Hadi tushonka yesam o'sha badiz bo'larkan. O'zi bir marta yedim. O'sha yoqmay qoldi. Oldin ko'p yeganim uchunmi? Bounty olamiz. Ikkitasi 697 ekan. ta suv, 5.34. Oldin energetik ko'p ichardim. Qachon kirsam Walmartga 1-2 blokdan, endi blokda 6 tadan bo'ladi. 2 dan 3 dan Red Bulldan olardim. Pastdan ichib yurardim. Uyquni qoldirish uchun emas, prosta mazasi yoqib qo'ygani uchun. Xudoga shukr. 2 yil bo'yapti. To'xtatganman. Are you recording yourself? Yeah. Are you a YouTuber? Yes. Okay. YouTube. Yeah. I'll probably see myself on YouTube. Bitta kefir olaman. Bu kefir boshida juda suyuq bo'ladi, lekin turgan sari qo'yiladi. Shunisidan ham ma'lumki, u naturalniy bo'lsa kerak, lekin naturalniy yozgandim. Hammasiga yozib qo'yishadi naturalniy deb. Mevali choylarni yaxshi ko'raman. Shunga yaqinda Bruklinda uyg'urcha restoran ochilgandi. Shunda marokkancha choy qilar ekan. Ichiga shundan solarmidi? Ana ikkalasida menimcha. Otlarni bilmayman, hozir ba'da cinnamon stick ekan, cinnamon chopi degan. Shunga choyda shundan solar edi, mazasi zo'r chiqar ekan mevali choyga. Narxi 4.46 ekan bunisini. Bunisini bo'lsa, bunisi qimmatroq ekan, 6.48 ekan. Bu ikkalasini olamiz. Bu salonining maydasi ham bor edi. Kattasiga, faqat kattasi qolibdi. Bundan olamiz. 5.96 ekan. Bu ovqat bilan yaxshi ketadi, ayniqsa osh bilan. Salat o'rniga. Blueberry olamiz. Bu o'zimizda chernika deyladimi? Ko'zga foydasi bor. Ko'zni zrenisi borgan sari tushib ketyapti. $5.22 ekan. Bodring olamiz. $3
86 sent ekan. Mana bu qalampirdan ham olamiz ikkita. Bu oti g'alatiroq lekin mana inglizchaga eshitilishi jalapeno. Banan olamiz 5 dona. Buni tarozida narxini o'lchaydi, hozir bu yerda bilmaymiz. Pomidor olamiz. Buni ham narxini tarozida o'lchaymiz. Nok olamiz. 2 tadan olsak, buni ham tarozida o'lchaymiz narxini. Limon olaylik 2 ta. Donasi 58 sent ekan. Limoncha yaxshi ketadi. 3 dona avokado olsam. Buning narxi 56 sent ekan donasi avokadoni. Mana bu marojniy ham juda zo'r. Mix mini marojnicha bo'ladi. Ichida 16 ta. Narxi $9.96 ekan. Bu yo'lda uyqu kelganda rosa zo'r ish beradi. Bitta shakar olaman. $2.12 ekan. Amerikaning g'arbiy shtatlarida Walmartda qurollar ham sotadi. Mana bular ovchilar uchunmi? Mana pichoqlar ham sotadi. Sovuq qurol hisoblanadi bular. Bitta binokl. Xullas hamma narsa topsa bo'ladi bu yerda. Xullas narxi $77.85 bo'libdi. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Traktor yag'irini qaranglar. Hozir yo'l mayli, agar qor yo'q bo'lsa boshqa yuboramiz kechga. Xayrli tong do'stlar. Soat ertalab 8, Iowa shtatidaman. Hozir ertalabda bitta o'chayotganligida traktor yuvib olay dedim. Holati juda ham xarob bo'lib ketibdi. Ko'rishlaringizki, yo'llarda qor bo'lgani uchun loy bo'lib ketgan. Bundan keyin qor yo'q ko'rsatyapti yo'limizda. Hozir 950 mayl yo'lim qolgan. Shunga yurdirib olay dedim. Tozalagina borib boramiz. Baho berdilarcha, qanday yurishibdi. Narxi $56.18. Faqat traktor yurdik. Chunki biz treylerni pastdan alishtirib yurganimiz uchun ham shart emas, ham treyler ham unchalik kirmas, toza ekan. Do'stlar, hozir dunyodagi eng katta traktor toptaman. Bu Amerikaning Iowa shtatida joylashgan Interstate 80 yo'lida. Hozir traktorni sizlarga obzor qilib beraman. O'zimga ham juda qiziq, chunki oldin kirmaganman. Hozir obzorni boshlashdan oldin do'stlar, bu traktorning qisqacha tarixiga to'xtalib o'tsak, bu traktor 1964-yil tashkil topgan. Er-xotin tashkil qilgan buni. Boshida ochilganda bu traktor bor yo'g'i 10-15 ta trakka xizmat ko'rsatgan. Hozirda esa 900 ta trakka xizmat ko'rsatadi. Bir vaqtda o'zida 900 ta trak parking qilsa bo'ladi bu yerda. Bu traktorda tish doktoridan boshlab to muzeygacha bor. Xullas, yo'q narsani o'zi yo'q. Hozir ko'rsatib boraman.
Bu traktopda asosiy kirish qismi trakchilar uchun. Bu yerda traktor jihozlari ekan, qaranglar. Trak treylerni ham olib kirib qo'yishgan. Juda katta, tasavvur qilishing uchun. Bu tarafı hammasi trak jihozlari ekan. Bu yerlarda kiyimlar bor ekan. Bitta qiziq narsa borda. O'zi mashina rulga qo'yish mumkin emas-da. Shtraf qiladi, ishlasa inspeksiyada, lekin sotib yotishadi. Ana bu yerda trakda signallar ekan. Ularning ovozi juda baland bo'ladi. Mana bu yerda monitorda test qilyapti. Bu yerga shurpavertga, drelga signal ulab qo'yibdi. Xullas bu yerda ko'proq jihozlar tuning qilish uchun klassik traklarga mo'ljallangan. Mana bu orqa faralari traklarda. Mana bu yerda bizda traklarga bor shekilli mana bu ko'rinishdan Freightliner-ga o'xshayapti. Bu tumshug'idagi oynaga, bunisi Volvo'niki menimcha. Mana bu traktor oldin bamperi, klassik traklarni ko'rgan bo'lsalaring, shunaqa bo'ladi. Va oynaga o'xshaydi, o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Yana buni shunday tozalab yurishadiki, trakni hurmat qilganlar. Bu yerda bo'lsa showroom bor ekan, trak. Bu yerda aynalib turar ekan. Bu yerda matraslar ham bor ekan, traklar uchun. Menimcha bu joyda narxlar ancha qimmatroq bo'ladi. Bitta bolishi $60 ekan. Lekin buni Walmartdan ancha arzonga olsangiz bo'ladi. Baribir bunaqa traktoplarning narxlari qimmatroq bo'ladi ancha. Lekin matras qalinligini qaranglar. Biz boshqa tomoniga o'tamiz. Ikkinchi etajida dush bor ekan, laundry bor ekan, ya'ni kiyim yuvish, sartaroshxonasi bor ekan, teatri bor ekan, hojatxona, kitobxona, yana o'tirib ana TV ko'rib lunch dedi. Obed qilish uchun tish doktori, unisi ham qanaqadir doktor tushunmadim. Oxirgisini ham tushunmadim. Rod King Knock. Hozir chiqib ko'ramiz. Mana bu yerda tish doktorining xonasi ekan. Lekin uni ovoz kelyapti, nimadir zing'illayapti, shu plomba qilyaptimi, tozalayaptimi? To'g'rida bo'lsa sartaroshxonasi ekan. Bu traktopda 20 dan ortiq dushi bor. Mana bu yerda laundry ekan. Laundry ham ko'pligini qarang, kir mashinani. 900 ta trak park qilgan ekan. Bu yerda trakchilar uchun teatr ekan. Kirib ko'ramiz. Adashmasam bu teatr emas, bu prosta dam olib o'tirish joyi. Teatr qayerda? Mana bu yerda. Teatrga kirish uchun pastga borib nimani ko'rgan deyapti. O'sha kassadagilarni ko'rgan deyapti. Ular mencha ochib sizga qo'yib berishadi, makina ko'rmoqchi bo'lsangiz. Bu yerda dushlar qatoriga. Mana trakchi qanaqadir o'yin o'ynab o'tiribdi. Bitta aka uxlayapti. Zo'r joy dam olishga. Va yana mashinani qaranglar. Nechinchi yildagi ekan, yozilmagan ekan. Bu restoran ekan. Ko'rinishdan juda shinam. Bu yerda mini mall desa ham bo'ladi. Chunki kiyim-kechak ham juda ko'p ekan.
Bu yerda ko'proq fast foodlar qatoriga. Kofidan boshlab, pizza-yu, Taco Bell hammasidan bor. Mashinani qaranglar, orqasiga sovg'alar to'ldiryapti. Qorbobo Zarulyon. Bu power vagon ekan, Dodge. Bu menimcha oldin qanaqadir evakuator bo'lganmi, oldida trosi bor ekan, shu tortib chiqarish uchun. Oldingi pikaplar, lekin yonidan juda bahaybat, juda katta. Yana bir ajoyib trak. Buni brendi Ford ekan. Trak stopda kattaligini tasavvur qilishlaring uchun hozir yonidagi muzeyga borish uchun 10 minut yurish kerak ekan piyoda. Avtodom sotib olish shart emas ekan. Bitta Ford bo'lsa bo'lar ekan. Men Kaliforniyaga shunaqa mashina bilan sayohat qilgandim. Bemalol mana katta kamper treylerda tortib ketyapti. Dvijok qo'yib qo'ygan, past ovozlik. Havo sovuq hozir, minus adashmasam minus 5 daraja. Kechqurun 12 daraja minusida. Hozir bu shtat sovuq bo'ladi, shamol ham qattiq bo'ladi. Tornado ham ko'p bo'ladi bu shtatda. Chunki yalangligi bo'lgani uchun. Mana o'sha trak muzeyi. Bugun bizda kun juma. 9 dan 5 gacha ishlar ekan. Do'stlar, to'g'ridagi tumaloq bochkani ko'ryapsizlarmi? Ana shunga 1 million gallon dizel zaxirasi bor ekan hozir. Bu Amerika bo'yicha, menimcha dunyo bo'yicha eng zaxirasi ko'p traktor bo'lsa kerak. Bu agar litrga hisoblasak 3 million 700 millilitr bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. Juda ko'p degani bu. O'zi bitta trakka odatda 200 galloncha dizel ketadi. Shunga qarab hisoblayverishdi. Hi. Thank you. Yeah, first time. We're glad you're here. Thank you. No charge. Take some pictures and videos. It looks like you're good with that. Yeah. Just please don't touch the truck. Okay, yeah. Thank you. Have a good time. Bu yer bepul ekan. Faqat traktor ishlamagan. Qancha video syomka qilsam bo'ladi deb surat olib. Nechinchi yilda trak ekan. Bu trakni qaranglar. Juda eski trak do'stlar. Ballonlarni qaranglar. Bu menimcha rezin buni damlab ham bo'lmaydi, chunki ichidagisini ko'ryapsizlar, yog'och. Ya'ni cho'pdan qilingan diskalar. Trakni hozir ko'ramiz. Qani nechinchi yilgi bo'lishi mumkin. Bu ko'rinishi juda eskida. Mana bu yerda bor informatsiyasi 1926-yil ishlab chiqarilgan ekan. Front wheel drive, ya'ni oldin ballonni tortadigan trak ekan bu. Ichini ko'rishlaring mumkin. Hech nima yo'q. Bitta menimcha bu speedometr mumkin. Tamom, boshqa ortiqcha hech balo yo'q. Hozirgi traklarga solishtirganda bu traklarni ham o'sha er-xotin mana shu trak stopda tashkil qilgan. 100 ta shunaqa eski traklarni yig'ib muzey qilib qo'yishgan. Tarixda qolish uchun. Bu trak elektromobil ekan. 1911-yil chiqqan. 3.5 ta ot kuchiga ega 84 volt elektronik motor degan. Menimcha tortish kuchi, mesela yukni qancha yuk ko'tarish kuchi 6000 pound. Eng tezligi, maksimum tezligi 15 mayl soatiga chiqargan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Elektromobillar ancha yil oldin chiqqanda, lekin eshitgandim. Neft biznesini qilish uchun katta davlatlar shuni qo'yishmagan, shu rivojlanib ketishini. Misol akkumulyatorli shu elektromobillar. Shunaqa deb eshitgandim. Mana endi asta-asta rivojlanyapti. Mumkin o'sha payt rivojlanib ketganda hozir havolar ancha toza bo'larmidi balkim. Yana xudo biladi. Chunki buncha transport, buncha zaharli tutun chiqaradi. Конечно, atmosfera havosi buziladi. Bu yerda do'stlar 100 dan oshiq mashinalar bor. Trak, mayda mashinalar. Endi buni har biriga to'xtalib o'tsak, juda vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Shunga ko'zimizga qiziq ko'ringaniga to'xtab bir o'qib chiqamiz nimaligini.
Har xilidan bor bu yerda. Haqiqatan lekin o'sha payt injenerlar ishlaganda bunlarda ko'rinishini qaranglar. Hozir hamma mashina почти bir xilda ko'rinishi. Unaqa katta farq qilmaydi. Uzoqdan farqiga ham bormaysizlar, bularda bu. Qancha uzoqdan ham hammasi har xilda. Amerikada ham fermerlik rivojlangani uchun ko'proq mana bunday texnikalar ko'proq fermada ishlatilgan. Mana pikap mashinam juda qiziq ekan. 1913-yilda ishlab chiqarilgan. VIM half ton ekan modeli. Delivery truck. Maksimum tezligi 25 mayl soatiga ekan. O'zi bu yerdagi traklar hammasi odatda shunaqa ekan. Juda tez yurishmaydi, chunki eski-ku. Bu paytlarda yo'liga ham o'zi zo'r bo'lgan menimcha. Hozir o'rtacha shtatlarda tezlik 70 ta. Mana trakka menga qiziq tuyuldi. Tumshug'ining uzunligini qaranglar. Bu international ekan, 1941-yilda ishlab chiqarilgan. Juda bahaybat. GMC'ning trakkini birinchi marta ko'rishim. Sen trakk ham ishlab chiqargan ekan. Hozirda mayda mashina ishlab chiqaradi, trakkini ko'rmagandim. Oldin juda mashhur bo'lgan. Hozir ham yo'lda ba'zi shunaqa traklarni ko'rib qolaman. Yevropa eshigiga o'xshaydi, ya'ni kapoti yo'q. Lekin uni oldida bu chiroyliroqda. Kapoti bor, qaranglar. Keyin chiroyli turadi. Mana bu mashinalarni ujiz kinolarga olsa bo'ladi. Bitta kino bor edi. Traklar o'zidan o'zi boshqarilib, odamlarni o'ldiradi. Ko'rganmisizlar, ham amerikanskiy kino. Juda ajoyib. Bu traklar jon borida bir-biri bilan gaplashib, odamlarni ustiga haydab o'ldiradi. Qaranglar, hammasi o'sha ujiz kinodagi traklar. Balonni yirtilib ham ketibdi, sinib. Buni kraskalamaganlar ham yaxshi, shundayligicha o'zi qiziq turibdi-da. Agar buni ham kraskalab chiroyli qilib qo'ysa, remont qilib, buni bilinmasdi bunchalik. Mana bunisi nima ekan? McDonald ekan. Nima toshlar ekan, qaranglar. Ko'rinishi bir ajoyib ekan. 7,5 tonnagacha yuk toshar ekanda shu. Ancha baquvvat ekan. Qor tozalovchi mashina ekan bunisi. 1922-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bu ikkita trak Freightliner ekan. Men haydayotgan trak ham Freightliner. Bunisi Ford ekan. Ford ham trak ishlab chiqarmay qo'ygan. Pikap traklar chiqaradi, lekin yuk tashuvchi traklar ishlab chiqarmaydi. Bu trak ham sportivniy ekan. 1978-yil chiqqan Bandak Bandit ekan o'zi nomi ham. Mana Kenworth bo'lsa, juda baland ekan oldi. Trakni qaranglar, Kenworth ekan. Juda ham bezatganda. O'zi osilmagan choynakni qolgan dedi, shunaqada. Egasi mana bu odam bo'lgan ekan. 1982-yil o'sha trak shouda birinchi joyda olgan ekan. Traklar ya'ni shou bo'ladi. Ko'rgazmasi ya'ni. Hamma o'zining trakini bezatib, shuna qolib kelib
Shu trak stopda ham bo'ladi yozda. Shunaqa trak shoular. Yana o'tib qolsam, syomka qilaman nasib bo'lsa. Juda ajoyib traklarni olib kelishadi odamlar. Politsiya mashinasini qaranglar. Bu Branirovni 1939-yil chiqarilgan International ekan brendi. Juda ajoyib. Maksimum tezligi 45 gacha chiqargan. 45 mayl soatiga. Juda ajoyib. Bu ham International ekan. Mercedes ham bor ekan. Bu Amerikada juda yangilik. Mercedes trakini ko'rish. Ko'rmaganman, chunki yo'q bu yerda. Bu trakni kaltaligini qaranglar. Qancha ekan? 2 metrmi, 2,5 metrmi? Juda kalta. Nima tashigan ekan orqasida bir tortadigan nimasi ham ko'rinmayapti. Nima uchun ishlatilgan bo'lishi mumkin? Yana oldiga oversize yozib qo'yibdi. Bu og'ir yuklar tashish kerak. Tepasini ham ko'ryapsizlar. Chiroqlari bor o'sha. Katta yuklarga mo'ljallangan. Lekin bu qanday ulagan ekan? Qiziq. Mana yerda nimasi bor ekan? Ulash. Ulaydigani bor ekan. Demak, juda mustahkam. Og'ir yuklar tortsa agar. Bu Coca-Cola'ning traki ekan. Butilkali Coca-Cola'dan terib tashlagan qaranglar. O'sha oldindan tarozi bo'lgan ekan. Trakchilar uchun vesti o'lchash uchun. Tarozini ko'ryapsizlar, taxtalik ustida. Mana bu yerda bo'lsa, vestini o'lchar ekan. Bu 1900-yillardagi ekan. Maksimum yukni ko'tarishi 8000 pound ekan o'sha tarozi. McDonald ekan. Nomi. 100 yil ichida juda katta o'zgarishlar. Mana shu odam ekan, shu traktor tashkil qilgan. Ismi Bill Moon, 1932-yil tug'ilgan, 92-yil vafot etgan. Lekin trak uchun juda katta hissasini qo'shgan ekan. Trak biznesi uchun, trakchilar uchun. Chunki bu oson emas. Bitta oila uchun bunchalik katta biznesni qurish. Yana uni bir xil ushlab turish paytgacha kelganiga qoyil. Mana bu o'yinchoqlar o'sha tashkil etgan odamda o'yinchoqlar ekan, kolleksiyasi ekan. Demak, trakka juda qiziqqan. Juda ajoyib o'yinchoqlar. Muzeyda ham mazza qilib aylandik. Odam ancha yengil tortdi, chunki kecha 1000 maylga yaqin haydagandim. Rosa charchagandim. Rosa zo'r dam bo'ldi. Hozir yana 950 mayl yo'lim qolgan. Uje bu yukni topshirishimizga uje ertaga yana yuk olib qo'yibdi. Pensilvaniyadan Washingtonga ulgursak agar o'shani olamiz. Yana u ham o'sha Amerikaning sharqidan g'arbiga. O'zimga yoqadi uzoq mayl yurish. Mayda-mayda juda odamni charchatadi ham, zeriktiradi ham. Uzoq mayda bo'lsa bitta yukni olasiz, shu bilan 2-3 kun ketdingiz. Orada ortiqcha to'xtamaysiz. Unda bo'lsa har bir yukni yuklab tushirishingizga ancha vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun menga yoqmaydi. Hozircha dispetcher bilan kelishib oldik. Bu yuklarni olib beryapti uzoq yo'llarga. Men bo'lsa uni xavfsiz vaqtida olib borib topshiryapman. Kelishib ishlayapmiz. Ertalab soat 8 da to'xtagandim. Hozir soat 12:30 bo'ldi. Shuncha vaqtim ketdi bitta aynalishga, bitta obed qilishga. Agar vaqtingiz bemalol bo'lsa, ko'proq ham aynalishingiz mumkin. Endi men keyingi yukimni olib qo'yganim uchun tezroq borishim, yukimni topshirishim kerak. Yukni uspet qilish uchun. Trakchani bir tekshirib olamiz. Shu bilan non-stop bosamiz. Trak yonib ketdi.
Pensilvaniya shtati do'stlar. Bu yerda bitta ustaxona bor. Trak ustaxonasi. 24 soat ishlaydi bu yerda. O'zbek ovqatlari ham bor. Hozir ovqat olamiz. Obed yeganim uchun undan keyin ishtimay yeganim yo'q. Osh yemoqchiman. Bunga ishtaha saqlab kelyapman. Do'stlar, 109 dollarga ovqat oldim. Bir oy oldin olganimda bu yerdan ovqatlari arzonroq edi. Hozir har bir ovqat ustiga 2 dollardan qo'shilibdi. Osh oldim 3 ta. Bitta qozon kabob, 3 ta mastava, 2 ta non. Shuncha pul bo'ldi. Hozir yo'limiz ham kam qolgan, 370 mayl qolgan. Bitta ujin qilamiz, agar uyqu kelmasa o'sha haydab qo'yamiz. Chunki ujin qilgandan keyin hozir osh og'ir ovqat. Undan keyin yurish kerak. 3-4 soat kamida. Yaqinroq borib dam olamiz. Do'stlar, trakstopga to'xtadim. Soat 2:47. 138 mayl yo'lim qolgan. Hozir olib bormoqchi edim, lekin kompaniyadan so'rasam, bu yerda hozir bo'sh treyler yo'q ekan. Menga bo'sh treyler kerak, keyingi yukimni olib olish uchun. Shunga hozir topisholmadi, o'shaning uchun kunduzgi shift kutish kerak ekan. Ular soat 8 ga keladi. Hozir borib delivery qilsam, baribir o'shda kutib o'tirishim kerak. O'shaning uchun trakstopga to'xtadim. Zapravka qilib. Dam olaman 1-3 soat. Dam olsam, soat 8 larga delivery qilishga boraman. Undan keyin topib berishdi. Topib berishmasa, baptga ketaman keyingi yukimga. Xayrli kun do'stlar. Xayrli kun do'stlar. Soat ertalab 10. Yukimni topshirdim. Hozir keyingi kunga ulgurib borishim kerak. Shuning uchun to'liq syomka qila olmadim yuk topshirishda. Ertalab ko'proq uxlab qoldim. 3 soatga to'xtagandim. 4,5 soat bo'lib ketibdi. Shunga ozgina keyingi yukka kechib qo'yapti. 12 gacha olishim kerak. 100 mayl dedi Hedor. U yukimiz aytganimdek Washington shtatiga keladi, Pensilvaniyadan. Ham taxminan 2600-2700 mayl bo'lishi kerak. Shunga u yaxshi yuk men uchun. Shuning uchun ulgurib olib olishim kerak. Uni keyingi videoda qo'yib boraman. Bu videoni shu yerda tugatamiz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like qo'yinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar, o'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.